2-may 2026-yil Vandergod degan ürügimiz. Hani ko'chatimiz bu yil 3-yil ketyapti ekilganiga. Mevalari rang kirib qizarib oldi. Bir hafta oralig'ida o'zish boshlamiz. Birinchi yil meva berishi mana. Yaxshi holatda. Buni qilich yurgan deb atashadi mahalliy tilda. Bu kitob etildi. Vandergod degan ürügimiz. Buni ona boq qilib ekkanmiz buni. Buni shaqdaylik o'zimiz ko'paytiramiz. Shuning uchun ishonchli bo'lish uchun shuni bog' yaratib qo'ydik. Buni ishonchli ko'chatlardan bu. Shuning uchun 10-may kuni uzamiz, xudo xolisa. O'zi rangli kirib bo'ldi.